Debga tiqilib qoldi. Nahotki shu yerda jon bersang. Renata. Svit gapiryapti. Qora oqqush qo'ltig'i yonyapti. Deyarli barcha binolar vayron bo'lgan. Orqaga qaytish imkoniyati yo'qqa o'xshaydi. Yuqoridan oqish o'lim operatsiyasini boshlash buyrug'ini oldim. Esinglarda bo'lsin, qora oqish qo'ltig'idan bir dona odam ham tirik chiqmasligi kerak. Tushundik. Oqlaylak, portda hali ham tirik qolganlar bor. Ularni qutqaramizmi? Yo'q, kim bo'lishidan qat'iy nazar yo'q qilinglar. Hamma o'lganiga ishonch hosil qilishinglar shart. Men hali senga sovg'amni bermadim. Shunday ekan o'lib qolma. Bu la'nati qorli kechada chiroyli gul muzlab qolmasligi kerak. Yaxshi. Qirolingdan bu sovg'ani qabul qil. Birinchi sovg'amni qabul qil. Bundan buyon seni taqdiring bu qorli bo'ronli joylarda tugamaydi. Kel, shartnomani yangilaymiz. Endi seni doim yonimda olib yuraman. Hech qachon taslim bo'lmayman va hech qachon tashlab ketmayman. Sen yaxshi hayotda yashashing kerak va doim menga foydali bo'lishing shart. Oqlaylak, tunda g'alati nur sharchasi paydo bo'ldi. Sen nursan. Tirik qolganlar bormi? Hoziroq ularni yo'q qilinglar. Shundik, hoziroq yo'q qilamiz. Qirolning so'zi qayta tug'ilishingga sabab bo'ladi. Peshonangdagi taqdir bitikini o'zgartirib, o'limingni yo'q qilar. O'la ko'rma. Qirolni eshit va endi orqaga qayt. Toshga o'yib yozilgan so'zlar kabi taqdiringni o'yib yozarman. Yer ostida abadiy muhrlangan ruhlar yaqinlashmasin. Yana tiral. Tinchlan. Yulduz nurlaringni soch, yer o'zingni ko'rsat. Shamol kuchli ro'yisi momaqaldiroq chaqnasin. Sehrgarlik mana shunday bo'lishi kerak. Haqiqat ertakdan ko'ra shafqatsizroqdir, lekin undan ko'ra ancha go'zal. Nima deb o'ylaysan? Ba'zida bilasanmi, senga achinib ketaman. Lekin ko'pincha seni tentakligingni kechirib bo'lmaydi. 1000 yildan so'ng Iblis zanjirlangan zindonidan ozod etiladi. Nima? Sen o'zi Qo'y, ana bu bola uchyapti. Nima balo o'zi u? Barcha raketalardan o't ochishga tayyorlaninglar. O't och! Qani uyg'on, maxluq! Unga to'g'ridan to'g'ri tegdi, u o'lib ketgan bo'lishi kerak. Nima bu? Dragon Raja. Birinchi qism, o'tmishni eslab. qora oqqush ko'rfasidan qochgan Zero va Remta. Balogver Chesnik tashqarisidagi tog' yo'lida. Mo'ljal bizni kuzatishyapti. Ular bilan shug'ullanishga vaqtim yo'q. Danen, Hech qisi yo'q. hujum qilaylikmi? Yo'q. Bu joy Kadusey tashkilotining hududi. Doim soyada yashirinadigan tashkilot. Ularni hech kim ko'rmagan. Ammo zarba berganingdan keyin doim Kadusey belgisini qoldirishadi. Shu uchun biz ularni Kadusey tashkiloti deb ataymiz. Zeroning tanasida olib yurgani kuchi kam. Ta'qibchilar bilan kurashish uchun yetarli. Ijro byurosini xabardor qilinglar. Yaqin atrofdagi A va undan yuqori darajalilar to'plansin. Bu S darajali topshiriq. Bu topshiriqqa qatnashmasliging kerak edi. Qorningda bolamiz bor. Zero sinovchisi ehtimol ajdar qirolidan biri. U bilan bog'lanish imkoniyatini boy bera olmayman. Bundan tashqari, mensiz hech biringiz uni ushlay olmaysiz. Ha, mayli. Men seni va farzandimizni himoya qilaman. Gazelning Kio bo'limi to'plandi. Joylashuv kutilyapti. Maqsad joylashuvi tog'lardagi muzli ko'l bo'ladi. Tushunarli. Darhol u yerga yo'l olamiz. Nima bo'ldi? Oyoq tovushlarini eshityapman. Ularni eshitmayapman.
Hozircha xavfdan xolimiz. Unda nima qilamiz? Shingoga bormoqchiman. Shingo? Shingo Shigoadan janubda joylashgan. U yer juda issiq. U yerda bir yilda 4 ta fasl bor. Uchala faslda ham gullar ochiladi. Minglab turli xil gullar bor. Bahorda esa har bir vodiyda turli rangdagi gullar ochiladi. Ularni senga ko'rsataman. Keyin janubga Hingovga boramiz. U yerda issiqroq bo'ladi. Ha, to'g'ri, shuningdek menga kerak bo'lgan kuchlar ham o'sha yerda. Ular qayta tiriladi. Men sen bilan. Lekin u yerga qanday yetib boramiz? Mana bu qora temir yo'l bo'ylab ketamiz va poyezdga chiqishga harakat qilamiz. Sen Men yaxshiman. Agar sisternaga kirib olsak, uyg'onganimizda o'sha yerda bo'lamiz. Qani ketdik. bu poyezdda quvvat yo'q. Shamol va olovni elektr quvvati sifatida ishlatamiz. Yerdagi issiqlik va osmondagi havo. Qo'l va oyog'imga aylaninglar. Poyezdni faollashtir. Shu yerda o'tirib meni kut. Qayerga ketyapsan? Taqibchilar bilan kurashgani. Sen aytgan o'sha ma'budmi? Yo'q, bu poyezd bilan u hozircha bizga yeta olmaydi. Lekin uni qo'l ostidagi chumolilari yaqin. Oqlaylik. Nishon aniqlandi. Xohlagan payt o'tinglar. Muzli ko'ldan keyin Kastel kollejini hududi. Ular u yerga yetib bormasligi kerak. Buyruq qabul qilindi. Hammanglar o't ochinglar. Qirolning so'zlarini buyruq deb bilinglar. Chaqmoq qiroling uchun chaqna. Lava qirolning so'zi bilan lovulla. Nur, havo, barcha unsurlar. Menga qirolinglarga bo'ysuninglar. Yer va osmon so'zlarim qudratiga ta'zim bajo aylanglar. Ulkan shamolli tornado oldimga kel. Osmon quyuni tornadolarga to'lib ketdi. Vazifani davom ettirishning iloji yo'q. Momo qaldiroq va chaqmoq kel. La'nat, endi chaqmoq chaqyapti. Bizga chaqmoq urilyapti. Olov paydo bo'l. Ulkan ilonga aylanib osmonga chirmash. Yo'q! Muz parchalan. Biroz qatiq shamol esyapti. Kel, boshqa vagonga o'tamiz. Qo'ling. Hech qisi yo'q. Bu shunchaki oddiy teri. Rahmat. Direktor, poyezd kutilganidan ertaroq kelishi kerak. Hali yuqori darajalilar yig'ilmadi. Mayli. Lulichang, Jovanni, qayerdasizlar? Yaqin atrofdamiz. Tez orada yetib boramiz. Yaxshi. O'quvchilar, ma'lumotlarga ko'ra, siz hujum qilmoqchi bo'lgan poyezdda ajdarho qiroli bor. Uni to'rtovdan qaysi biri ekanligini bilmaymiz. Ammo bu biz ko'rmagan dahshatli dushman. Bir necha daqiqadan so'ng hammanglar jarohatlanasizlar yoki o'lib ketasizlar. Ammo insoniyat ajdarho qirolini yo'q qilishi uchun joninglarni qurbon qilinglar. Keyin esa shon shuhrat va qonunlar butun yerga yoyiladi. Insoniyat kelajagi bilan birga yashaydi. Shunday ekan, vazifani boshlanglar. Hamma hujumga! Poyezdga kimdir bostirib kelyapti. 127 ta kishi, hammasi duragaylar. Son. Ko'zlaringni yum. Bundan keyingi voqealarni ko'rishingni xohlamayman. Xo'p. Ularga poyezd Kadutse tashkilotidan qochish uchun kerak. Ular vagon ichida kuchli yangilikdan foydalanmaydi. Voy, siz duragay yaramaslar. Qirolga
Sizlarni o'ldirish uchun yangilik kerak emas. Xo'sh, keyingisi. Tashoy! O'rnimda La'natim. turolmayapti.